Opa, men massajistkaman, lekin klientlarim juda ham kam. Nima uchun bilasizmi? Sizda aslida juda ham mijozlaringiz ko'p. Chunki hozirgi kunda onalarimiz oldingi zamonga qaraganda juda ham ko'p bolalarini sog'lig'iga e'tibor qaratishyapti. Siz mijozlarni ko'paytirishingiz uchun birinchi o'rinda o'zingizni shaxsiy brendingizni yuritishga harakat qiling. Agar shaxsiy brendingizni yurg'izish uchun imkon bo'lmaydigan bo'lsa, Instagram, Telegram orqali o'zingizni ovozingiz orqali ham mijozlaringizga postlarini, ularni rezultatlarini qo'yish orqali ham buni mustahkamlasangiz bo'ladi. Borligingizni ommaga bildirmas ekansiz, insonlar sizni borligingizni bilmas ekan, unda mijoz qayerdan keladi? Mijoz har doim o'zini tanitgan insondagina bo'ladi. Siz klientingizni ko'paytirmoqchimisiz? Mijozlaringiz soni ko'p bo'lishini xohlaysizmi va bu biznesni o'zingiz uchun imperiya qilishni xohlaysizmi? Albatta, shaxs sifatida shakllaning va o'zingizni brendingizga asoslaning. Bu qiyinmi? Aslo qiyin emas. Faqatgina eng qiyin joyi bu boshlab olish. Boshlaganingizdan keyin muvaffaqiyat sizniki bo'ladi.